Bu tugun qanchalik yetishga urinsak chigallashayotgandek tuyuladi. Huquqiy mavzular ham xuddi shunaqa. Ularni yolg'iz yetish qiyin. Shuning uchun ham 7 yil oldin Madad nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilgan. Eng asosiy maqsadi fuqarolarga bepul birlamchi yuridik yordam ko'rsatish. Muammoga bepul yechim izlab Madad eshigini qoqadiganlar kam emas. Sir bo'lmasa qanaqa muammo bilan keldinglar? Jarima bo'yicha keldik. Sudga murojaat qilish tartibi, arizani qanaqa rasmiylashtirish tartibi bo'yicha maslahat olish keldik. Qayerdan bildingiz Madad loyihasi borligini, aynan bu yoqda bepul yordam ko'rsatilishini? To'g'risini aytaymi? To'g'risini ayting. Madad loyihasi borligini bu ko'chada asosan ishga kelib ketish lokatsiyam shu ko'chadan bo'lganligi uchun ko'rardim reklamani. Ishxonamga yaqinroq bo'lgani uchun to'g'ri maslahat olish uchun keldim. Gemini degan ilovadan shu narsani so'radim. Eng yaxshi hal bo'ladigan joy va qayerda bepul shunaqa joy bor degan savolimga shu yerda aniq ko'rsatdi, adresini ko'rsatdi shu. Prokuraturadan ishimiz bitmadi. Huquqiy maslahatga keldik. Fuqarolarning muammosi faqat ofisda tinglanmaydi. Bundan tashqari respublikaning barcha hududlaridagi davlat xizmatlar markazida 148 ta huquqiy maslahat byurolari ham tashkil etilgan. Bir ish kuni davomida huquqiy maslahat byurolarimiz tomonidan 2000 ga yaqin fuqarolarga bepul huquqiy maslahat ko'rsatiladi. Birgina 2026-yilning mana birinchi yarim yilligida 303 mingdan ortiq fuqarolarga bepul yuridik maslahatlar berildi. Raqamlar shunchaki son emas, balki bu 303 mingdan ortiq insonlarning xotirjamligi va quvonchi. Ishonmadim. To'g'risi boshida ishonmadim. Bo'ladi, nima ish qilib berardi dedim. Yo'q, keyin qarasam, bitta katta yoshli, 70 larga yaqin borib qolgan kishi o'tirgan ekanlar, bechora endi shunaqa asabiylashyaptilar. Bashti 1 yildan oshiq hujjatlariga nuqul raddiya olayotgan ekanlar. O'sha kishining axir hujjatlarini ro'yxatlatib, kirgizib, jo'naltirdi, u kishi yig'ladi. Keyin aytdim, demak, mana murojaat qilsam bo'lar ekan. Demak, bu bola yo'lini topdi. Boshida xodimlar ishiga shubha bilan qaragan onaxon bugun ulardan juda ham minnatdor ekanligini yashirmadi. Advokat yollab 10 million so'mdan ortiq pul sarflanishi kerak bo'lgan ish tekinga bitganidan u juda ham xursand. Hujjatlar bilan yordam berganlardan keyin men birinchi sud ijrosida birinchi instansiyada yutib chiqdim. Meni haqiqiyligim, meni aybsizligim tasdiqlandi. Xursand bo'lib ketdim. Mana hozir ochsam ish to'xtatilgan degan javob chiqib kelyapti. Tabriklaymiz. Men endi hali o'zlariga aytganim yo'q. O'shaning uchun men juda minnatdorman. Madad nodavlat notijorat tashkiloti faqat og'zaki maslahat beradi, shu bilan cheklanadi degan tushuncha bo'lmasligi kerak. Chunki biz avvalambor fuqaroning huquqiy muammosini tinglaymiz, unga uning yechimi bo'yicha qonuniy yo'lini tushuntiramiz, ko'rsatamiz va zarur bo'ladigan bo'lsa, albatta uni huquqini himoya qilish bo'yicha ham zarur chora-tadbirlarni amalga oshiramiz. Ha, har bir insonning muammosi turlicha, taqdiri turlicha, ammo yechim izlayotganning ehtiyoji bitta. Bu madad.